Bot 17-kvartalda joylashgan Navdar Novostroykasini 6-qavatidan chiqqan 33 kvadratli kvartirani video obzorini qilgan ekanmiz. Joylashgan joylarini tushuntiradigan bo'lsam, ushbu arkamizdan chiqqanda chap qo'lda avtobus konechkasi joylashgan. O'ng qo'lga boradigan bo'lsak, Haytavni yoni bilan Megaplanetga qarab chiqib ketamiz. Детский площадка joylashgan. Domimizning tagida 2 qavat parkovkasi bor. O'zini ko'rinishi yaqinda topshirilgan, yangi qurilgan domlarimizdan. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, studiya formatida remont qilingan, yangi remont, mebel, texnika, hamma narsalar bor. Shunaqa katta prixoshkasiga ega. Birinchi eshigimiz orqasida совмещенный sanuzilimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizda deyarli to'liq shkaflar, xonadonimiz kichkina bo'lgani uchun ko'proq shkaflar qo'yishgan. Va xolodilnigimiz ham shu shkafning ichiga bekitilgan. O'ng qo'limizda kuxonniy zona, ovqat pishiradigan joyimiz. Ko'rib turganingizdek, polностью texnikalar bilan to'ldirilgan. Tepada konditsionerlari ham bor. Parda ortida balkoni joylashgan. Uni keyin ko'rsatib ketaman. Bu tarafimizda zal va chap qo'limizda spalnya xonasi. Razdvижной eshik qo'yish uchun imkoniyatlar ham qoldirib ketishgan. Balkonimizni ko'rib o'tadigan bo'lsak, kattagina balkon, bemalol stol qo'yib o'tirsa bo'ladi. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.